Endi sizga nima talashasizlar? Biz talashayotganimizni eksperiment qilyapmiz. Ko'rib turganingizdek, mana machalka, mana machalka, ushlab turgan. Mana tort, mana. Ko'ryapsizlar-a? Buni uzilmagan sababi ko'p odam yungan paytda kuch bilan ish qilinadi, uzib yuboradi. Bunaqa uzilmaydi. Bu yoqdan endi. Mana ko'ryapsizlar-a? Uzilgani yo'q. Shunaqangi mustahkam. Bu machalkalar zo'r biznes do'konida bor. Xohlasangiz onlayn buyurtma qilishingiz mumkin. Mazzada bor, shunda ish qila olasiz. Bir hafta yuvmasdan yuraverasiz. Bor kirlaringizni chiqarib olasiz. Eng zo'ri. Mana shu machalkani ishlab chiqarish sexiga ega bo'lishingiz mumkin. Tushunasizmi? Tayyor ishlab turgan zavod sotilyapti. Tayyor oyiga 15 ming, 20 ming dollar daromad keltirib turar ekan. Egalariga срочный pul kerak bo'lganligi uchun, boshqa bizneslarga ulgurmaganlar uchun mana shu machalka sexini sizlarga shundoq ishlab turgan joyda topshiradi. Klientskiy bazasi ham bor. Butun O'zbekiston bo'ylab bitta bo'lasiz. Konkurentingiz yo'q umuman. Bozorda tayyor klientlari ham bor. Klientskiy bazani sizga topshiradi. Va undan tashqari 2 oy mobaynida qanaqa qilib ishlab chiqariladi, qanaqa qilib mijozlarga topshiriladi, 0 dan 100 gacha sizga o'rgatishi mumkin. Xohlasangiz pastki raqamlarga qo'ng'iroq qiling. To'liqroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Hali lekin mana shu zavodga borib video obzor qilganim yo'q. Xudo xohlasa tez kunlarda video obzor qilib joylashtirishim mumkin. Lekin mana shu machalka kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bog'laning, ulgurib qoling. Soni cheklangan. Narxi keladigan bo'lsa, atigi 50 ming so'm. 50 ming so'mga bitta bet qolishingiz mumkin. Shu bilan yo'q bo'ladi. Bu esa bir yoningizda qolishi mumkin. 10 kun cho'milmasdan yuradi. Lekin kirlaringizni oqizib tashlaydi. Davom etinglar. Reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, tez bog'laning.